Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızda görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, aldığımız diqqətinizə bu hafta huzuruna sunmaqçı bolğan xəbərlərimizin əsas məzmununu tanışdırırıq. Diqqətinizdə Xitay Uyğurlarga qarşı yardım tələb qıldığı mövzulu xəbərimiz oldu. Xitay Təşqi İşlər Ministerligining bayonotchisi 1 mart günü bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistonlik qurolli kuchlarning Xitoyning bexatarligi uchun intayin xatarlik ekanligini, uningga qarshi xalqaro jamiyatdan yordam talab qilganligini takrorladi. Shundaqla Sharq Turkistonliklar strategik muhokama yig'ini o'tkazildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Birinchi navbatlik Sharq Turkistonliklar strategik muhokama yig'ini 25 fevraldan 27 fevralgacha Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyatida o'tkazildi. Shundaqla Istanbulda Turk tillar divani to'g'risida yig'in ochildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. 24 fevral İstanbul Yıldız Texnik Üniversitesi'de 11. asrda yaşayan Mahmud Qashqari tarafidan yozilgan Türk tillar divani to'g'risida maxsus yig'in o'tkazildi. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Siyasi vazifa Uyg'ur adiblarini tinch qo'ymadi. Xitoy kommunist doiralarining kundan-kunga eshib berayotgan zulmi va siyosiy besimlari Sharq Turkistondagi yozuvchi, shoir, obzorchi, adabiy tarjimon va har sohadagi adiblarga siyosiy vazifa sifatida ijro qilinmoqda. Xitoy kommunist doiralarining kundan-kunga eshib berayotgan zulmi va siyosiy besimlari Sharq Turkistondagi yozuvchi, shoir, obzorchi, adabiy tarjimon va har sohadagi adiblarga siyosiy vazifa sifatida ijro qilinmoqda. Atalmış Şinjan gezitining 22 fevral kundagi sahifasida sukut qilmaslik bizning mas'uliyatimiz va burchimiz nomli bir murojaatnoma berilgan bo'lib, bu murojaatnomani Sharq Turkistondagi danglik yozuvchi, obzorchi, adabiy tarjimon va ko'zga ko'ringan adiblardan 250 atrofida Uyg'ur birlikda imzoliq holatda e'lon qilgan. Bu chaqiriqning Xitoy doiralari tarafidan bir tutash o'rinlashtirilib, majburiy shaklda elib berilganligi gumon qo'zg'amoqda. Bu chaqiriqni e'lon qilgan adiblarning ichida Mamtimin Hoshur, Abduqodir Jaloliddin, Imin Ahmadi, Yalqun Ro'zi, Tahir Talib, Chimangul Avud, Muhammadjon Rashidin, Muhammad Salih Matrozi, Farhad Jilan, Yosinjon Sodiq Cho'g'lan, Muxtar Bug'ra, G'ayrat Qosim, Jaloliddin Bahram, Abbas Muniyaz, Umar Muhammad Imin qatorliq 15 danglik yozuvchi, obzorchi va adabiy tarjimon 200 dan ortiq ko'z ko'ringan Uyg'ur adiblar o'rin olgan. Birleşme imzaliq bu murojaatning chiqarilishi va uningda yer olgan fikrlarning o'ramidan qaraganda Sharq Turkistonda yuz berayotgan qarishliq harakatlarning Xitoy tajovuzchilarini cho'chitdek darajada ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Sharq Turkistonda yuz berayotgan qarishliq harakatlarga oid xabarlar Xitoy doiralari tomonidan qattiq kontrol qilinsimi, ammo paxtaning ichida o'tni saqlag'ili bo'lmagandek, har kun degudak yuz berib turayotgan bu voqealarning bir qismini axborot vositalaridan yoshirib qololmayotganligini ko'rib turibmiz. Uyg'ur adiblar tomonidan chiqarilgan bu murojaatnoma mundaq mazmunlarni o'z ichiga olgan. Bu bir maydon keskin kurash. Shundaqla haqqoniyat, razillik ustidan g'alaba qildigan kurash. Hozirgidek bir tarixiy sharoitda jinoyat bilan qabihlik rak hujayrisdak yamrayotgan terrorchilar qo'zg'agan qora qo'yun shalliq madaniyatlarni yo'q qilishga urinayotgan bir paytda arqadan yuz berayotgan qanliq voqealarga biz yanada sukut qilib turaverishni to'g'ri topmadik. Mushkullarda keng avom azodi yurolmaydigan, hatto qo'ldagi ishni xotirjam qila olmaydigan yerga berib yetdi. Bizning ilgari qo'lga keltirgan izzat hurmatlarimiz yo'qolishga qarab mangdi. Zo'ravonlarning jinoyatli qilmishlari sababidan hammalarning dili azor edi. Bir-biriga ulashib yuz berayotgan terrorlik hujumlari sababli qarindoshlarimizda boshqalarning ko'ziga erkin tikilib qariy olmaydigan holat shakllandi. Bu murojaatnomada yana Yusuf Xas Hojib, Alshir Navoiy, Abduqodir Damollam, Abduxoliq Uyg'ur, Lutfullah Mutallab qatorliqlarmi tilga ilingan bo'lib, ularning ideya qarashlari va fikrlari atalmish terrorlikqa qarshi turish nomidagi bu harakat uchun suiiste'mol qilingan. Bu murojaatnomadagi ba'zi mazmunlar Sharq Turkistondagi voqealarning uzilmay yuz berayotganligini va keng doirada umumlashishga qarab yuzlanayotganligini aytib bermoqda. Bu murojaatnomadan keyin Tangritog' to'rining 1-martdagi sonidami adabiyot san'atchilar nomidan go'zal turmushni qadrlab, zo'ravonlik, terrorlik harakatlarini qattiq ayiblaymiz temasida yana bir murojaatnoma e'lon qilingan. Kuzatuvchilar Xitoy doiralarining aloqazorlik ichida hamma chora-tadbirlarni ishlatib yiqayotgan bo'lsa-mu, ammo xalq ustidan yurgizayotgan zulmlarini va tajovuzchilik harakatlarining davom qilishiga ergishib, qarishliq harakatlarning to'xtamay davomlashayotganligini bildirishmoqda.
Xitoy Uyg'urlarga qarshi yordam talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang 1-mart kuni bayonot e'lon qilib, biz Sharqi Turkistonlik qurolliqlarning Xitoy bexatarligi uchun intayin xatarlik ekanligi to'g'risida ko'p qatim xalqaro jamiyatga ogohlantirish berdik va Sharqi Turkiston bo'lgunchilariga qarshi harakatda xalqaro jamiyat bilan hamkorlik o'rnatishni xohlaydiganligimizni bildirdik dedi. Kun to'rining 1-mart kundagi sahifasida Xitoy Uyg'urlarga qarshi yordam talab qildi sarlavhalik xabar e'lon qilindi. Xabar deyilishicha, Xitoy doiralari xalqaro jamiyatdan Uyg'urlarga qarshi kurashda yordam berishni talab qilgan. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang 1-mart kuni bayonot e'lon qilib, biz Sharqi Turkistonlik qurolliqlarning Xitoy bexatarligi uchun intayin xatarlik ekanligi to'g'risida ko'p qatim xalqaro jamiyatga ogohlantirishlarni bergan edik. Biz Sharqi Turkiston bo'lgunchilariga qarshi harakatda xalqaro jamiyat bilan hamkorlik o'rnatishni xohlaymiz degan. Terrorlik tashkiloti Daesh tarafidan bir necha kun ilgari o'z sepidagi Uyg'urlarga munosabatlik sin film tarqatilgan bo'lib, uningda Iroq, Suriyadagi Uyg'urlarning mashq ahvollari va Sharqi Turkistondagi bir qism ahvollar ko'rsatilgan. Xabarda Xitoy doiralarining Iroq va Suriyadagi Uyg'urlarning Xitoyga qaytishidan qattiq andisha qildiganligi tilga ilingan bo'lib, yaqinqi yillardan beri Sharqi Turkistondagi Uyg'ur aholilari bilan Xitoylar o'rtasida qonliq voqealarning yuz berganligi, bu voqealarda necha minglagan kishilarning o'ldirilganligi, Xitoy doiralarining bu voqealarni Daesh deb tanilgan Iroq va Suriyadagi tashkilotga bog'liqligi bildirilgan. Xabarda yana Xitoylar tomonidan Xinjiang deb atilib kelayotgan Sharqi Turkistonda mustaqil davlat qurishni maqsad qilgan kuchlarning to'xtovsiz harakat qilib kelayotganligi 1990-yildan tortib Xitoy doiralarining bu kuchlarga qarshi qattiq bostirish elib berayotganligi, bu sababdan nurg'un kishilarning o'ldirilganligi bildirilgan. Undan boshqa yana Sharqi Turkistonda Uyg'urlarning askariy ta'lim ololmayli qolmasdan bu sohaga yaqinlashtirilmaydiganligi, bu yerdagi nüfusning 72%ni egallaydigan Uyg'urlarning soqchi va qonun o'rinlaridami hech qanday o'rni yo'qligi, 26%ni egallaydigan Xitoylarning hamma sohada Uyg'urlarni yaklaydiganligi qayd qilingan. Sharqi Turkistonliklar strategik muhokama yig'ini ochildi. Birinchi navbatlik Sharqi Turkistonliklar strategik muhokama yig'ini 25 fevraldan 27 fevralgacha Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyatining Gerna shahrida o'tkazildi. Birinchi navbatlik Sharqi Turkistonliklar strategik muhokama yig'ini chet ellardagi tadqiqotchilar, jamoat arboblari, pishqon siyosatchilar va faoliyatchilardan tashkil topgan dono kishilarning ishtirok qilishi bilan 25 fevraldan 27 fevralgacha Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyatining Gerna shahrida o'tkazildi. Strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akramning tashabbusiga asosan chaqirilgan bu qitimqi muhokama yig'iniga 12 davlatdan 19 kishi ishtirok qildi. Yig'inda xalqaro vaziyatning navbatdagi yo'nalishi va u paydo qilgan ijobiy salbiy ta'sirlarning Uyg'ur va Sharqi Turkiston masalasiga elib keladigan oqibatlari o'ttirib qo'yildi va chora-tadbirlar muhokama qilindi. Bu yig'inning texmo kengaytirilgan holda davomlashtirilishi uchun birdaklik hosil qilindi. Xitoy 2 farzandlik bo'lganlarni mukofotlamoqchi. Xitoy bu yildan boshlab Xitoy fuqarolarining 2 farzand ko'rganlarini mukofotlash tuzumini yo'lga qo'yishni sinoq tariqasida qo'llanishni o'ylashayotganligini bildirdi. O'z raportorining 28 fevral kunidagi xabarda Xitoy bu yildan boshlab Xitoy fuqarolarining 2 farzand ko'rganlarini mukofotlash tuzumini yo'lga qo'yishni sinoq tariqasida qo'llanishni o'ylashayotganligini bildirgan. Bu plan Xitoy Sahiya va Oila planlash komitetining raisi Wang Piyan tomonidan ilgari surilgan. Bu komitetning bu vaqtda bergan ma'lumotiga qaraganda Xitoyda 2016-yilda 17,860,000 bu vaqt tug'ilgan bo'lib, bu 2000-yildan buyongi eng yuqori saviyadagi tug'ilish ko'rsatkichi bo'lib hisoblangan. Xitoydagi tug'ilish darajasi dunyoda eng tuvan o'rinda turadigan bo'lib, bu hal Xitoy doiralarini sarosimaga solgan. Xitoyning bir farzand ko'rish siyosati 1970-yillarda boshlangan bo'lib, 90-yillardan keyin eng qattiq shaklda ijro qilinib kelgan. Hozir Xitoy aholisining 60%dan ortiqi birdan ortiq farzand ko'rishni xohlamaydiganligi ma'lum. 2015-yildan boshlab Xitoy o'lkalarida planliq tug'ut siyosati bara-bara bo'shatilayotgan va ba'zi rayonlarda amaldan qoldirilishining planlari ishlanayotgan bir vaqtda Xitoy tajovuzchilari Sharqi Turkistonda planliq tug'ut siyosatini texmo chang'itib, necha yillar ilgari tug'ilgan bovoqlar uchun uyma-uy tekshirib, ig'ir jarimani qo'yish va ota-ona bo'lg'uvchilarni qamoqqa elish qatorliq usullarni texmo ig'irlashtirib elib berayotganligi ma'lum.
Kuzatuvchilar Xitoy doiralarining 2 farzandlik bo'lg'uchilarni mukofotlash tizimi yo'lga qo'yilgan holatdami, uning faqatli Xitoylar uchun yo'lga qo'yilganligini, boshqa millatlar orasida, bo'libmi Sharqi Turkistondagi Uyg'urlar orasida yanada atalmish planliq tug'ut siyosatini eng qattiq shaklda ijro qilishi mumkinligini bildirishmoqda. Konya'da Sharqi Turkiston kechasi o'tkazildi. Konya Alparan Ocakları Ma'rif Medeniyet ve Yardım Vakfı tarafından 27 fevral günü Sharqi Turkiston kechasi faoliyati elib berildi. Bu kechilikda Dünya Uyghur Qurultiyi muavin raisi Seyit Tömtürk ishg'ol ostidagi Sharqi Turkiston haqida so'z qildi. Konya Alparan Ocakları tarafından uyushtirilgan Sharqi Turkiston kechasi programmasida Dünya Uyghur Qurultiyi muavin raisi Seyit Tömtürk ishg'ol ostida turayotgan Sharqi Turkistonda Xitoy tajovuzchilari tarafından islomga qarshi urush e'lon qilinganligini, Turkiyaning musulmon Uyg'urlarga ega chiqishi kerakligini bildirdi. Konya Alparan Ocakları Ma'rif Medeniyet ve Yardım Vakfı tarafından 27 fevral günü Sharqi Turkiston kechasi faoliyati elib berildi. Bu kechilikda so'z qilgan Seyit Tömtürk 35 milliondan ortiq Uyg'ur turklar yashayotgan Sharqi Turkistonning Xitoy ishg'oli ostida ekanligini va bu yerdagi musulmonlarning intayin og'ir bir zulm ichida turayotganligini tilga oldi. Hamda Sharqi Turkiston bilan Anatoliya orasida faqat 1000 yillik bir jarayon bilan 5000 kilometrlik masofadan boshqa hech qanday bir farqning yo'qligini bildirdi. Seyit Tömtürk so'zda hisobsiz yer osti va yer usti boylikqa ega bo'lgan Sharqi Turkiston tuprog'i 1949 yılı Xitoy tajovuzchilari tarafidan besib olingandan keyin turli usullar bilan talon-taroj qilinayotganligini, diniy olimlari va boylarining o'ldirilib, xalq boshsiz va yetakchisiz qoldirilganligini, Uyg'urlarni butunlay yo'q qilib o'tish uchun har xil sinoq va tajribalarni elib borganligini, 1964-yildan 97-yilgacha 46 yadro sinoqi elib berib, har xil rak kasalliklariga o'xshash kasallarning yomonlashiga sabab bo'lganligini, undan boshqa planliq tug'ut siyosati orqali 15 million Uyg'ur farzandini tug'ilish va yashash huquqidan mahrum qilganligini, zulm va tajovuzga qarshi pichoq va kaltaklar bilan elib borgan qarshiliklarni bana qilib, millionlagan Uyg'urlarni tutqun qilganligini va o'ltirganligini amaliy misollar bilan o'ttirib qo'yib o'tdi. Seyit Tömtürk so'zining oxirida Turkiyaning Urumchida konsulxona echishi kerakligini, Uyg'urlar ustidan din va ibodatga qartilgan barliq cheklamlarning qoldirilishini va Sharqi Turkiston ommaviy tashkilotlarini qo'llashini hamda turk va axborot o'rinlarining Urumchi va Qashqarda ishxona qurishiga yordamda bo'lishi kerakligini talab qildi. Qur'oni Karim va Istiqlol marshi o'qish bilan boshlangan bu kechilikda Alparan Ocakları Vakfı Konya sho'basi raisi Seyit O'zjan echilish so'zi qildi. U so'zda Sharqi Turkistonga ega chiqish kerakligini, agar ega chiqilmaganda intayin xatarli ahvollarning yuz beradiganligini tilga olib o'tdi. İstanbul'da Türk Tillar Divanı to'g'risida yig'in ochildi. 24 fevral günü İstanbul'ning Yıldız Texnik Üniversitesi'de 11. asrda Mahmud Qashqari tarafından yozilgan Türk Tillar Divanı to'g'risida maxsus yig'in uyushtirildi. 24 fevral günü İstanbul'ning Yıldız Texnik Üniversitesi'de 11. asrda Mahmud Qashqari tarafından yozilgan Türk Tillar Divanı to'g'risida faoliyat uyushtirildi. Bu faoliyat İstanbul'ning Asarlar Belediyesi Medeniyet İşleri bölümü tarafından Profesör Doktor Mustafa Sinan Kaçal'ning riyosatchiligida elib berilgan bo'lib, Mustafa Sinan Kaçal echilish nutqi so'zlagan. U so'zda hozirgi texnologiya insonni o'ziga maftun qilib olgan bir davrda 1072-yildan 1074-yillar orasida Mahmud Qashqari tarafından yozilgan Türk Tillar Divaniga yetarli ahamiyat berilmayotganligini tilga olib o'tdi. Bu faoliyatda Türk Tillar Divanining Türk millatlari bo'libmi Uyg'urlar uchun intayin muhimligini asos qilib so'z qilgan doktor Zamira Guljali Mahmud Qashqarining bu asrining tarjima xizmatlarining 20-asrning o'rtalarida boshlanganligini, Sharq Turkistonda bo'lsa 1982-yili hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tarjima qilinganligini, shu vaqtgacha Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismining Türk Tillar Divani haqida faqatli xabarsiz ekanligini, Mahmud Qashqarining qabrisining 1987-yilda remont qilinganligini, undan burun bo'lsa atrofdagi Uyg'urlarning o'z tirishchanligi bilan 2 qatim remont qilinganligini bildirgan. Hamda Sharqi Turkistonda hozir atalmish qo'sh til nomida Xitoy tili o'qitishi Uyg'urcha o'qitishning o'rnini olgandan keyin Mahmud Qashqarining Türk Tillar Divani to'g'risida hech qanday bir ma'lumotning darsliklarga kirgizilmaganligini, Mahmud Qashqari bilan davrdosh bo'lgan Yusuf Xas Hojibning Qutadg'ubilik asarining bo'lsa
oddiy ba'zi o'qishliqlarga qistirilganligini so'zlariga qo'shimcha qilgan. Faoliyati so'z qilgan Cho'qur Ova Universiteti Adabiyot fakultetining o'qituvchisi Angin Chatin 11-asrda turk dunyosining qanday holatda ekanligi, madaniyat saviyasining qanchalik yuqori ekanligiga munosabatli tushuntirishlarni berdi. Hamda turk tillar divanidagi 8000 so'zlikning hozirgi turk tilida ishlatilayotganligini o'ttirg'i qo'yish bilan birga 11-asrda turklarning dazmol, palay va yipak yog'liq qatorliqlarni ishlatganligini turk tillar divanidagi berilgan ma'lumotlardan bilib olg'ili bo'lganligini so'zlab o'tdi. Undan boshqa yana Yildiz Texnik Universiteti Adabiyot fakulteti Turk til adabiyoti bo'limi o'qituvchisi Mahmad O'lmas barliq turkiy tillarda o'rtaq qo'llanadigan maqol tamsillarining nihoyatda cho'ng bo'shliq ekanligi haqida to'xtalib, hozirgi turkchada turk tillar divanidagi 300 dak maqol tamsillarining ishlatilayotganligini bildirgan. Faoliyat jonliq kayfiyat ichida elib berilgan bo'lib, faoliyatga qatnashuvchilarga oxirida Asarlar baladiyasi san'at uyi tayyorlagan go'zal san'atlar taqdim qilingan. Hamda faoliyati so'z qilgan 3 kishiga turk tillar divani sovg'a qilingan. Erdo'g'an Xitoyni ziyorat qilishga taklif qilindi. Xitoy raisi Xi Jinping 14 va 15 may kunlari Beijingda 65 davlat rahbarlarining qatnashishi bilan o'tkazilgan zamonaviy Yipak yo'li plani yig'iniga Turkiya raisi Rajab Tayyip Erdo'g'anni taklif qildi. Xabar Turk torining 28 fevral kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy raisi Xi Jinping 14 va 15 may kunlari Beijingda 65 davlat rahbarlarining qatnashishi bilan o'tkazilgan zamonaviy Yipak yo'li plani yig'iniga Turkiya raisi Rajab Tayyip Erdo'g'anni taklif qilgan. Erdo'g'anning yig'in uchun 14 may kuni Xitoyga boradiganligi va Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishadiganligi kutilmoqda. Yaqinqi mezgillardan beri Turkiya Xitoy bilan yaqin hamkorlik siyosati elib berayotgan bo'lib, Turkiya bilan Xitoyning boshqarilgan bombadan mudofaali sistemasi muzokaralari va Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lish masalasi jiddiy kun tartibga kelayotgan edi. Turkiyaning Amerika va Yevropa bilan bo'lgan rayon siyosatlari va ikki taraf munosabatlarida ko'rilayotgan bir qism qatmonliklar sabab bilan Erdo'g'anning Xitoyga qildigan bu ziyorati muhim deb qaralmoqda. Bu yig'inga Rossiya prezidenti Putin, Angliya bosh vaziri Theresa May qatnashdi. Xi Jinping bu taklifni tarixiy Yipak yo'lining eng muhim o'tganlaridan biri bo'lgan va O'rta koridor deb nom berilgan Turkiyadagi bir balbaq bir yo'l plani doirasida Erdo'g'anga yetkazdi. 2015-yildagi Erdo'g'anning Beijing ziyoratida Turkiyaning bu plan ichida intayin muhim ekanligi tilga ilinib, zamonaviy Yipak yo'li plani va buni cho'rdab elib berilgan asosiy qurilishlarda Xitoy bilan o'rtoqlashadiganligi bildirilgan. Yalchin Topchu'dan inkas. Türkiye Devlet Reisi Baş Maslahatchisi Yalchin Topchu, Ermeniston raisi Serj Sarkisyanning Ermen yoshlarga qilgan og'ir tig'ini qaytarib olish to'g'risidagi chaqiriqqa inkas qaytardi. Türkiye Devlet Reisi Baş Maslahatchisi Yalchin Topchu, Ermeniston raisi Serj Sarkisyanning Ermen yoshlarga qilgan og'ir tig'ini qaytarib olish to'g'risidagi chaqiriqqa inkas qaytardi. Och qolgan to'g'u tushidi terix tushabdi degan iboralar bilan so'zni boshlagan Topchu, Azerbaycan milliy qahramoni Ibad Husaynlining Qorabog'dagi qahramonliklari to'g'risida to'xtalib o'tgan. Hamda armanlarning har yili atalmış qatliamga munosabatlik taxminan 5000 yozma va sin materiallarini ishlab chiqarganligini bildirgan. Azerbaycan va Turkiya ikki davlatni qo'shkedak deb tunuydiganligini tilga ilib o'tgan Topchu, Qorabog' masalasi yolg'iz Bakuning masalasi bo'lib qolmasdan, balki Riyodning, Qohiraning va shundaqla Kosovoning masalasi bo'lishi kerak. Turkiya raisi Rajab Tayyip Erdo'g'anning Islom hamkorlik tashkiloti marosimida tilga olganiga o'xshash, hammamizning hamda 1 milliard 700 million kishining masalasi bo'lishi kerak deganlarni o'tirg'a qo'ydi. Topchu so'zda yana biz birlashgan, barobar, kuchlik va hayotiy kuchga to'lgan bo'lishimiz kerak. Ana shunday bo'lganda, arakalliq buddistlar kichik bolalarga aziyat berolmaydi. Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz ro'za tutganligi uchun zulmga uchramaydi. Ana shunday bo'lganda Musuldagi, Bag'doddagi va Shamdagi ofatlarda hayotidan ayrilgan bu vaqtlarning jasadlarini ko'rishga majbur qilmagan, na Turkiyani 45 yildan beri PKK terrorchilari avara qilolmagan, na FATO'dan iborat bu terrorlik guruhi bizga olib qarayolmagan bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Allah o ziraklikni, shundoq aqlni 1 milliard 700 million kishiga nisb etsin deganlarni tilga olgan. U yana aslida bu ikki qarindosh davlatning birlashishidan Turk dunyosi, Islom dunyosi taraqqiy qilganga o'xshash, dunyoning bir tarafida bexatar, hur, bayoshatchilik maydonga keladi. Inshaalloh bu cho'qim bo'ladi.
Hozir men bu yerda Türk İslam dünyasının ümidi bo'lgan Anqaradan butun dunyoga shuni jakarlaymanki, Ozarbayjon, Turkiya qo'sh kezak qarindoshlardir. Bakuning qalbiga tikan kirsa, albatta Anqaraning yuragiga sanchiladi deganlarni bildirish bilan birga, oxirida Qarabog'ga Chin yuragidan salom yo'llaydiganligini, yoshlardan hargizmi xo'jalik qirg'inchiligini unutmaslikni talab qilish bilan birga so'zini oxirlashtirgan. Sharqi Turkistondan Sirbistongacha Isroiliyaning qo'li bor. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın reisi Bülent Yıldırım, dünyada yüz berayotgan urushlarda hayotidan ayrilayotgan kishilarning musulmonlar ekanligini, o'ltirganlardan bo'lsa Yahudi nasoralar, buddistlar va ularning hamkorlashuvchilari ekanligini tilga ilib o'tdi. Shafaq gazetining 27 fevral kunidagi xabarda İHA İnsani Yardım Vakfı'nın reisi Bülent Yıldırım, İHA Zonguldak şöbesi tarafından kan işçileri uyuşmasida elib berilgan Suriya to'g'risida ummat chaqiriqi temasidagi leksiya yig'ini qatnashgan. O yig'inda dunyoda yuz berayotgan urushlarda hayotidan ayrilayotgan kishilarning musulmonlar ekanligini, o'ltirganlarning bo'lsa Yahudi nasoralar, buddistlar va ularning hamkorlashuvchilari ekanligini tilga ilib o'tgan. Bülent Yıldırım so'zda xristianlar bilan xristianlarning o'zaro urushqinni yoki xristianning Yahudi bilan urushqinni ko'rdingizmi? Bütün hammasi birleşip musulmonlarni o'ltiryotdi. Birinchi dunyo urushi aslida oxirlashmagan bir urushdir. U qayta qo'zg'atildi. Hamda bu 3-chi dunyo urushi deb qaralgan holatdami, biz uni birinchi dunyo urushining davomi deb bilamiz. Hozirgi ahvolda oldi bilan musulmonlar o'zlariga nimaning udul kelib qolganini bilishi kerak. İmperializm va sionizm birlikda harakat qilib, barliq musulmon tuproqlarini bir-birlab yo'q qilishni planlamoqda. Bu planning ichida navbat bilan har bir kishi o'rin olgan deganlarni bildirgan. Dunyoni kimning yetaklab mengayotganligini bilish uchun Quddusga qarashning yetarlik ekanligini tilga ilib o'tgan Yildirim so'zini davom qilib, tarixda Quddus bizning edi. Osmonli yetakchilik qiladi. Xristianlar yetakchilik qilgan davrda Quddus xristianlarning bo'ldi. Yahudilar yetakchilik qilgan davrda bo'lsa Yahudilarning bo'ldi. Dünyada Sharq Turkistondan boshlab Sirbistongacha yuz berayotgan zulmlarning hammasida Quddusni ishg'ol qilib olgan va yetakchilik qilayotganlarning qo'li bor albatta. Isroiliya Quddusni poytaxt qilishga qaror elib bo'ldi. Amerika va Rossiya ham uni qo'llamoqda. Ular bu masalada birlashdi. Agar biz dunyoda 7 milliard insonning baxti va xotirjamligini o'ylaydigan bo'lsak, Quddusni qaytirib elish bizning majburiyatimizdir degan. U yana Suriyada hozirgacha 1 million kishining o'ldirilganligini, turmalarda 500 mingdan ortiq odamning izdiraki yo'qligini, 6 yildan keyingi bugungi kunda kelishimlar tuzilgan bo'lsa-mu, ammo gapni uch qilganda Isroiliyaga hargizmi ishongili bo'lmaydiganligini, Isroiliyani bu kelishimlarning hammasiga albatta xiyonat qildi deb bildiganligini va hali ham xiyonat qilayotganligini, Turkiyadagi 15-iyul isyonini Isroiliyaning qilganligini tilga olgan hamda shu kunning oldida G'azza osmoni Isroiliya aeroplanlari va uchquchsiz jasuslar bilan to'lgan edi. Agar bu isyon g'alaba qilgan bo'lsa, u holda Isroiliya G'azzani qon dengiziga aylantiradi degan so'zlar bilan so'zini oxirlashtirgan. Rossiya bilan Xitoy terrorlikqa qarshi kurashni texmo kuchaytirmoqchi. Xitoy va Rossiyaning muavin tashqi ishlar ministrlari o'zaro uchrashish elib berib, terrorlikqa qarshi kurashdagi hamkorlikni texmo kuchaytirish to'g'risida kelishim hosil qilishdi. Xitoy va Rossiyaning muavin tashqi ishlar ministrlari o'zaro uchrashish elib berib, terrorlikqa qarshi kurashdagi hamkorlikni texmo kuchaytirish to'g'risida kelishim hosil qilishdi. Rossiya muavin tashqi ishlar ministri Oleg Seromolotov va Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Li Huilay Rossiya Xitoy o'rtasidagi ikkinchi qitimliq terrorlikqa qarshi kurash to'g'risida maslahat yig'inida qatnashgan. Rossiya tashqi ishlar ministrligi tomonidan bu haqda berilgan bayonotda ma'lum bo'lishicha, ikki taraf Daesh, Sharq Turkiston islomiy harakati va boshqa tashkilotlarga qarshi keng ko'lamda terrorlikqa qarshi oldingi saf qurishning muhimligi to'g'risida birdaklik hosil qilgan. Seromolotov va Li Huilay Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dunyoviy terrorlikqa qarshi tirishchiliklardagi rolining qo'g'dilishi kerakligi to'g'risida birdak qarashda ekanliklarini bildirishgan. Hamda terror va oshqunlikqa qarshi sohalardagi hamkorlikni qadam-qadam kuchaytirish to'g'risida kelishim hosil qilishgan. Xitoy Koreyaga tahdid soldi.
Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Koreyaning boshqariladigan bombadan mudofiani sistemasini rasmiy o'rinlashtirishga qaror olganligiga qat'iy qarshi turadiganligini va buning uchun munosabatli tayyorliklarni qildiganligini bildirdi. Hamda bu sababdan kelib chiqqan har qanday oqibatga Amerika va Koreyaning javobgar ekanligini tilga olib tahdid ishlatdi. Xabarlar to'rining bildirishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang Koreyaning boshqariladigan bombadan mudofiani sistemasini rasmiy o'rinlashtirishga qaror olganligiga qat'iy qarshi turadiganligini va buning uchun munosabatli tayyorliklarni qildiganligini bildirgan. Hamda bu sababdan kelib chiqqan har qanday oqibatga Amerika va Koreyaning javobgar ekanligini tilga olib tahdid ishlatgan. Koreya yaqinda askar va boshqariladigan bombadan mudofiani sistemasi o'rinlashtiradigan yer to'g'risidagi kelishimni rasmiy tasdiqlaganligini bildirgan bo'lib, bu kelishimdan keyin Koreya harbiy kuchlari bu sistemani jiddiy o'rinlashtirishni ishga oshirib, mushu bir qancha oy ichida bitirib bo'lishi kutilmoqda. Xitoy buningga qarata Koreyaning yarim orollarda boshqariladigan bombadan mudofiani sistemasi o'rinlashtirishdagi maqsadining mudofialanish emasligini aytib qarshi chiqqan. Hamda bayonotchisi Geng Shuangning tili orqali Amerika va Koreyaning bu faoliyatlarining rayonda strategik tengpuanglikni buzdiganligini, Xitoy va Xitoydan boshqa davlatlarning bexatarligiga ziyon soldiganligini ta'kidlagan. Hamda bu sistemaning o'rinlashtirilishi Koreya orolida yaxshi bo'lmagan oqibatlarni elib keldiganligini bildirgan. Arakan musulmonlar haqida chaqiriq e'lon qilindi. Masjidil Aqsa imomlari va qudduslik olimlar, islom va arab dunyosidagi ko'z ko'ringan rahbarlar Arakandagi qatliamlarga uchrayotgan musulmonlarni qutuldirish to'g'risida chaqiriq e'lon qildi. Yangi aktorining bildirishicha, Masjidil Aqsa imomlari va qudduslik olimlar, islom va arab dunyosidagi ko'z ko'ringan rahbarlar Arakandagi qatliamlarga uchrayotgan musulmonlarni qutuldirish to'g'risida chaqiriq e'lon qildi. E'lon qilingan bu yozma bayonotda Arakandagi musulmonlar bugun xalqaro tashkilotlarning arab va islom davlatlarining ko'z oldida har turli zulmlarga, ommaviy qatliamlarga va diniy yo'qotishga uchrayotganligi, bu zulm va qatliamlar faqat ular islomiy e'tiqodga ega bo'lganligi uchun elib berilayotganligi tilga olingan. Hamda o'zlarimi Isroiliya yahudiylarining zulmiga uchrab turayotgan bo'lsa-mu, lekin Arakandagi musulmon qarindoshlarini hargizmi unutib qolmaydiganliklarini bildirgan. Undan boshqa yana 3-oyda Iordaniyaning poytaxti Ommonda o'tkaziladigan 28-navbatlik Arab birligi yig'iniga yetakchilik qildigan Iordaniya podshohi Abdullah II Arakanlik musulmonlarni o'lim va ko'chman bo'lishdan qutqizish uchun qarindosh arab davlatlarining podshohlari va rahbarlari bilan aniq bir maydonda turishni talab qilganligi bildirilgan. Dunyoda eng og'ir zulmga uchrayotgan millatlardan biri bo'lib hisoblanadigan Arakanlik musulmonlarning 2012-yildagi dahshatli qirg'in qilinish fojiasidan keyin bu ish xalqaroda jiddiy jamoat fikri paydo qilgan edi. Bu vaqada nurg'un Arakanlik musulmonlar o'ldirilgan, necha yuzlagan musulmonlarning uy, dukkan va masjidlari ko'ydirib etilgan, necha yuz minglagan kishi musofir bo'lgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.